Tushda yostiq ko'rishning ta'birlari. Tushda yostiq ko'rish uy egasi va xalqqa xizmat qiluvchi ayol deb ta'bir qilinadi. Yostiqning yirtiq yoki eskiligi tush ko'rgan kishining xizmatkoriga nisbat beriladi. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi yostiq xodimni bildiradi. Agar yangi yostiq olganini ko'rsa va bolish yaxshi bo'lsa yoki unga birov bolish berganini ko'rsa, bu solih xizmatkor yoki xodim olishga dalildir. Agar bolishning eski, kir, sariq yoki qora bo'lganini ko'rsa, ta'biri aksinchadir. Agar bolishni parchalab, titkilab tashlaganini yoxud kuydirganini ko'rsa yoki bolishi yo'qolib qolganini ko'rsa, xizmatkorlarning yo'q bo'lishiga yoki qochib ketishiga dalil bo'ladi. Yoki bo'lmasa, balo va kulfatga duchor bo'lishi ham qo'shimcha qilinadi. Kirmoniyning aytishicha, biror kishi uning uydan bolishini o'g'irlab ketganini ko'rsa, kimdir uning xotini payidan bo'lishi yoki kanizagini aldashiga dalolat qiladi. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, uydagi bolish qo'rqmoq shu xonadonda biror kimsaning vafot qilishini bildiradi. Agar biror odam tushida ko'pgina bolishlarga ega bo'lganini ko'rsa, shu bolishlarning miqdoriga muvofiq xodimlar kanizaklarga ega bo'lishini bildiradi. Agarda uyga o't tushganini va bolishi kuyganini ko'rsa, uning xodimlari va kanizaklarning ketishi yoki qochishiga dalil bo'ladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushda bolish ko'rmoq 5 narsani bildiradi. Xodimga, kanizakka, rahbarlikka, sof dinga, taqvodorlik va odillikka. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.